Bu mashinamiz O'zbekistonda sotuvi boshlangandan bana sotuv bo'yicha chempion hisoblanadi. Götürünüzdeyim bugünkü obzorimiz BYD Song Plus Champion Hybrid. Assalomu alaykum, men adım Najmiddin. BYD Urganch avtosalonida sotuv bo'limida menejerman. Bugungi obzorimiz BYD Song Plus Champion Hybrid. Avtomobillarimizning asosiy qismi bu motor qismi bo'ladi. Champion Hybridimizda ikki motor jihozlangan. Bu 1.5 DMI atmosferli motor bo'ladi. Da ya'ni benzin saylamaydi. Siz bemalol bu benzin solib desangiz bo'ladi. Hamda bunda 110 ot kuchiga ega bo'ladi benzinli dvigatelimiz va 197 ot kuchiga ega elektromotorimiz bor. O da yani maşinimiz xalasanız tokda, xalasanız benzinde yürüseniz ham bo'ladi. Ko'p odamlarimiz garodskoy siklda, shahar siklında gününe 100 km yürümeydi. Bu maşinimiz 150 km size yürüp beradi. Shaharning içinde, tokning o'zida 26 kW batareyasına ega bo'ladi. Size bemalol 150 km yürüp beradi. Toki tamam bo'lgandan keyin 50 litr bak benzin aladi. 50 litr bak benzin bilan 4,5 litr 5 litr rasxod bilan 1100 km yurib beradi. 0 dan 100gacha 8 sekundda chiqadi. Avtomobilimizning tashqi dizaynına keladigan bo'lsak, zamonaviy ko'rib turganingizdek polностью LED optika bo'ladi. Reshotka radiatorlarimiz bor. Bu elektr variantga qaraganda gibridimizda уже yine chiroyli, dinamичный reshotka radiatorlarimiz bor. Görüp turganingizdek elde kısmımızda kamera bor, 360 kameramız bo'ladi. İki bakoyimizda yan başında bo'ladi, arka kısmımızdan beda bo'ladi. Beda video registratorimiz bilan polosa udержаниялы kameralar bo'ladi. Görüp turganingizdek panorama tamamımız ham juda ham katta bo'ladi, chiroyli bo'lib ochiladi. Aldı kısmımızda 2 tane parktonikimiz bor va linzalı LED optikamız bilan jihozlangan. Balon kısmına keladigan bo'lsak, 19 lik quyma diska bilan jihozlangan va bunda GT Comfort'dan yumshoq balonimiz bor. Arka kısmına öteden olsak, arka kısmımızdan 4 tane park turniklarımız var. BYD Tashland dizaynda farlarımız chiroyli bo'lib chiqqan. Bagajlarımız ham elektro paket bo'ladi. Polniy. Görüp turganingizdek sizlarga yana podarka içinde 2 tane zaryadchik beramiz. Bu 7 kW zaryadchik bilan 1.8 lik zaryadchik. Bu da yani 7 kW da qo'ysangizlar 2 saat 3 saatda уже doladi. 1.8 ligingiz esa mashinada yotaveradi. Bu 8 saatlere doldurup beradi. Arka kısmımızda görüp turganingizdek beda kolonkalarimiz bor. Shtorkalarimiz bor. Xalasangiz shtorkalarni olib tashlasangiz ham bo'ladi. Komplektimizda nima bo'ladi bu yerda? Hamma BYD'ning komplekti bir xil, o'zlaringiz bilasizlar. Bu yerda kley bo'ladi. O'zini ham olib beradi. Kompressorlari bor, nasosi. Треугольник безопасность uchun. Bu yerda mashinani o'zidan tok olib foydalansangiz ham bo'ladi. Priroda bir yerda dam olishga chiqqan vaqtingiz. Переходникlarimiz bo'ladi. Hem desa jiletkamiz bor. Bagaj kısmımız 574 litre ega bo'ladi. Xalasangiz sideniyani tushirib qo'ysangiz 1600 litre ega. Hem desa qo'lingizga bir och qolib ketsa, уже avtomatik ochiladi. Rul kısmına o'tadigan bo'lsak, multi rul görüp turganingizdek banda audio sistema управления bo'ladi. Banda уже полоса удержания, адаптивный круиз контроль degan narsamiz bo'ladi. U degani nav. То есть oldingizdan, ortingizdan mashina yoki odam chiqsa, samotormojeniyamiz bo'ladi. Xalasangiz bu yerda mundayna masofa saqlaydigan knopkalarimiz ham bor. 360 kameraning knopkasi va monitorni aylantiradigan knopkalarimiz bor. Bunda уже xalasangiz menyuning управлениялari bo'ladi. Displeyning menyusi bu yerda полностью ko'rsangiz bo'ladi. Hamma narsa o'zbek tilida ko'rib turganingizdek, bizaniki официальный salon. Официальный salon bo'lgandan keyin bizaniki полностью interfeyslari mashinaniki o'zbek tilida va rus tilida bo'ladi. Old sideniyamizni ko'rib turganingizdek полностью elektropaket beram. Xalasangiz oldidan, ortidan pastaraka, daparaka chiqarib o'tirsangiz bo'ladi. Va spinka esa. Sideniyamiz ham eko kojal bilan jihozlangan. Abduplan va podogrefimiz bor. Ham rulni o'zingiz moslashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Oldidan pasa o'zingizga tortib qo'ysangiz bo'ladi. Interfeysini o'tadigan bo'lsak, bu yerda ko'rib turganingizdek полностью o'zbek tilida va rus tilida bo'ladi. Monitor orqali siz полностью internet ham chiqib bilasiz. Bu yerda yana ko'rib turganingizdek boshqaruv rejimi, qulay rejim yoki sport rejimida qo'ysangiz bo'ladi. U da yani мысалы sport rejimida qo'yganingizda rulingiz уже резкий manyovrlanayotganda qatadi.
Tormoz ham shunday, sport yoki qulay. İçindagi svetimiz yoqib turgandan xohlasangiz har xil etib o'zgartirsangiz bo'ladi, ko'rib turasiz. Уже arka taraflar bilan oyoqning teglari yonib turadi ishlatib. Yechda juda ham chiroyli bo'lib turadi. Qaysi dilda qo'ysak, mashina shu dilda sizga aytib beradi. Iltimos kamerangizni taking, пожалуйста, присните ремень. Shu qaysi dilda qo'ysangiz shu dilda so'zlaydi. 360 kameralarimiz ega bo'ladi. Hamma joyingizni ko'rsatib turadi. Xohlasangiz teyna ko'rsangiz ham bo'ladi. Va 3D rejim bo'ladi. 3D rejimda mana bunaqa qilib to'lab ko'rsangiz ham bo'ladi. Bemalol siz video registrator orqali nechada yurib boryapsiz, pоворотникni yoqdingizmi, remень qistirilib turibmi, hamma narsani ko'rsatib turadi. Mashinamiz bellar ham уже eko koja bo'ladi. Aldi qismida 4 ta deflektorimiz bor va 2 ta беспроводный зарядчикimiz ham bo'ladi. Stabilizator va avtohold. Avtohold deganimiz mashina misol svetoforlarda probkalarda turgan vaqtimiz tormozni bosib o'tirishi shart emas. Avtoholdni bir marta bossangiz o'zi mashina turadi. Harakatlanish boshlanganda gazni bosasiz, mashina o'zi yurib ketaveradi. Heavy degan rejimlarimiz bor. Heavy degani tok, heavy degani gibrid. Misol siz o yonda yurganingizda ko'p odam kunidan 100 kilometrdan ko'p yurmaydi. Siz heavy rejimida qo'yib, necha chiqqan taqdirda mashina faqat tokda harakatlanadi. 150 kilometr yurib beradi sizga tokda. Heavy rejim esa tok tomondan avtomatik heavy rejim o'tadi. Heavy o'tgandan keyin o'sha mashina 4,5 litr, 5 litr rasxod etib, o'zini zaryad berib, generator vazifasini bajarib yuradi. Moddan knopkamiz bor. Moddan knopkamiz o'sha bu yerda rejim travы, graviya, snega, kar va ot rejimi yoqilgan deb turibdi. Sport rejim, normal va eko rejimi 4 rejimi bo'ladi. Qo'shimcha funksiyalarimizdan birisi очистка воздуха, degani havo tozalash. Mashinangizning ichida yoqimsiz hid chiqsa, bыстрая очисткani bosasiz, mashinangiz уже ichidagi havoni tozalab beradi. Bokovo aynalar bilan arka aynalar ham qizadi. Mashinamizda голосовой управлениyalarimiz ham bor. BYD помощника girsangiz, ya da голосовые навыки degan joy, ishida hamma komandalar yozilib turibdi. Shu komandalarni aytib, bemalol siz aytib yursangiz ham bo'ladi. Misol, "Hi BYD, Привет. поверни экран". Окей. "Hi BYD, Здесь. я хочу слушать радио". "Hi BYD, Слушаю. следующий канал". "Hi BYD, Я здесь. закрой люк". "Hi BYD, Здесь. закрой солнцезащитную шторку". Mashinamizda уже sim kartalar qo'yilib turibdi. 4G cloud sistema bo'ladi. Bu degani nav degan. Siz уже telefon orqali mashinangizni bemalol masofasiz boshqarib bilasiz. Misol 1000 kilometr bo'ladimi, 2000 kilometr bo'ladimi masofa farqi yo'q. Telefon orqali mashinani ochib, ilib, pechkasini ishlatib, konditsionerni ishlatib, sideniyani qizdirib sotib qo'ysangiz bo'ladi. GPS orqali siz mashinangizni nerda yurganini ham ko'rsangiz bo'ladi. Mashinamizda 2 pulti bo'ladi va NFC kartochkasi bor. Siz bokovo aynasini dezib, ochib, ilib bilasiz. Arka o'rindiqlarni ham ko'rib turibsizlar. Sideniyamizni orqaga surib qo'yibman. Mana bo'yimini ko'rib turibsiz. Oyoqim bemalol turibdi. Arka qismimizda 2 dona deflektorlarimiz bor. Ko'rib turganingizdek, zaryad portlarimiz bo'ladi. Va o'rta qismimizda bu yerda yana boshqa mashinalarni bilsangiz, bu yerda tumpak bo'ladi. Bu yerda tumpaklarimiz ham yo'q, bemalol o'tirasiz. Прямой splashnoy bo'ladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek podlokotniklarimiz ham bor, bemalol nayni tushirib o'tirsangiz bo'ladi, udobno. Chap tarafimizda benzin baki bo'ladi. 50 litr sig'diradi. 4,5-5 litr rasxod bilan sizdan 1100 km yurib beradi. Bandli zaryadga qo'yadigan tarafimiz bo'ladi. Batareyamiz bu pozitsiyani batareyasi 26 kW, 150 lik. Buni 2 xil komplektatsiyasi bo'ladi. Birinchi komplektatsiyamiz 18 kW, 110 km yuradi tokda. Hozirda avtomobilimiz narx sotuvda mavjud. Hammangizni BYD Urganch avtosalonida kutib qolamiz.